Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga A6F Jack Pull'ning avtomat o'rchog'ini obzorini qilib beraman. Xo'p. Yo'q olamiz. Hello, welcome to use Jack sewing machine. Wish you a happy work. Bu gapiradigani eng oxirgi modeli to'liq avtomat. Ovozi mana bu yerdan chiqadi. Ko'rishingiz mumkin, bu yog'i yo'q ichida. Yog'ini ko'rsatib turadi. Agar yog' solsanglar, mana shu funksiyasi o'chadi. Mana choklari ko'rsatib beraman. Zakrepka borda. O'zida klapkani ko'tardi, mana choklari. Keyin e'tibor bergan bo'lsanglar, klapka bilan birga nina ham qo'shilib yuradi. Mana nina ham qo'shilib yuradi. Bu nimaga desanglar, bu materialda misol uchun orqada mana bunaqa qilib tortish shart emas. Boshqa modellarda tortish kerak. Bunda bo'lsa qo'yib yuborsanglar ham o'zi tikib ketaveradi. O'zi tikib ketaveradi. To'g'rilab tursanglar bo'ldi. Xo'p, bu toza holatda ishlatilgan. Buni yangi korobkasi $670 chiqadi. Buni sizlarga toza holatda ishlatilganini $560 qilib beraman. Mana holatlar, stollar tiniq holatda turibdi. Oyog'ini ham kraskalari uchmagan.